variantida yerga yaqin, lekin hosilni yirtib qo'yibdi-yu. Hoji aka hozir tuqqaniga bir haftadan o'tdi. 10 tani tevasida. Shoqi importida. Hindistondan kelganida. Hindiston sigirlar. Shoqiga 5-7 ta bor. Shoq qarang. Echki shoq. Jonivor. Bolasini qarang, to'lpa qo'yib qo'ygan. Yo'q, yoshligi zo'r. Tarozg'orni moli xullas aka. Ha, конечно, har doim odam 50-60 millionga mol olmaydi-yu. O'zi kichkina bo'lsin, lekin sut qoyillatib tashasin degan obunachilarimiz bormi? Jonivor. Tayini qarang. Ro'zg'ori bo'lib arzon sigirlar topib qo'ydik. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Shoqiga bitta baho berib, bitta lakni bosib qo'yaverasiz. Qarang. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. 2025-yil 28-dekabr hafta kuniga dam olish kuni yakshanba hammalarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab qolamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon Qo'shtepada Shohjahon do'stimizda yaxshi ro'zg'orbob, ishonchli sigirlar bor. Videodan uzoqlashmaysiz, narx sifat yoqsa telefon savdosini qilaverasizlar. Shohjahon, assalomu alaykum. Hoji aka charchamayapsizmi? Tinchmisiz? O'zim charchaman. Rahmat. Qanday ishlar? Baholasa aka, puli arzon. Xo'p. Ro'zg'orbob aka. Yo'q. Hamma bob. Hamma bob, hamyonbob. Aslamno yosh aka. Yo'q. Ishlari zo'r, ishlarni ochib ko'rsatib beramiz. Ro'zg'orbob, xohlasa beramiz. Yaxshi obunachilarga aka. Bir boshdan ko'rsatib o'tiramiz, ko'chaga olib chiqib ma'lumotni beraveramiz. O'z xolis gapirib o'tib ketaverasiz aka mana. Yo'q. Yaxshi. Mollar, hurmatli obunachilar, puliga yarasha, yerga yaqin mollar ekan-ku, ammo sutli yaxshi mollar ekan. Mollar ikkinchi sigirimiz. Mana aka. Hop, uchinchi sigirimiz. Bollari nima bularni? Bollar uchovsiniki ham o'najin aka. Yaxshi bo'ldi, ko'paysin. Bo'ldi, gap yo'q. 6 kurak. Olib chiqing Shohjahon. Bir Bollar qoradan olib chiqaveramiz aka. Bismillahirrohmanirrohim. Arzonchi variantida yerga yaqin, lekin hosilni yirtib qo'yibdi-yu. Hoji aka hozir tuqqaniga bir haftadan o'tdi. 10 tani tevasida. Yo'q. Lo'plamaylik, 10 litrga olishaversin aka. Yaxshi. Mana bir haftalik deysiz. Yevichsiz zo'r. To'liq bir hafta bo'ldi. Yevich kamman aka. Anchadan berib turgan mol. Bolasini qarang, berib qo'ygan bolani. Yaxshi ber. Jonivor. Yana yetib olay deyapti-yu, jonivor. Maza qiladi aka olgan odam. Narxi nechi pul Shohjahon? Sog'lishlari ham zo'r aka. Puli ham hali 30 bas aka. 26 million so'm xayrini qilib beramiz aka. Kami bor. 25 sechi. Ya bunaqada jana o'tib ketadi. 25,5 million so'm aka mana. Kamini qilib beramiz, o'tib beramiz aka. 25 million 500 ming xayrini o'tib beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Gap yo'q. Olib kiring. Ishqa yetaling-da. Orqasidan bitta ko'rib qo'yaylik. Hosilni qarang. Yetalab ber. Mol kichkina mol ekan, lekin hosili zo'r ekan. Bolasini qarang, buni bolasini. Ikkinchi sigirimiz, hurmatli obunachilar. Bu ham hammasi bolasi xonajincha. Bolalar dasiyor olib qo'ygan hoji aka, ichki qimmat mol olyapsan, yengilga pulligini degan obunachilarimiz uchun. Nechta suti bu? Shohjahon 8 taga olishaversin, o'ylanmay. Gap yo'q. Yelillari ham moshni aka, 4 joyda. Jonivor. Bolasini qarang, to'lpa qo'yib qo'ygan. Gap yo'q, yoshligi zo'r. Tarozg'orni moli xullas aka. Ha, конечно, har doim odam 50-60 millionga mol olmaydi-yu. Necha pul Shohjahon? Narxi aka yopishtirib aytamiz. 24,5 million so'm aka vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Kamini o'tib beramiz. Kamini o'tib beramiz. 24 million 500 ming dastlabki qilib beriladi. Xayrini qilib beriladi aka. Yana kami bor. Ha, 8 litr sutga xolaganidaqa ko'rib olaveradi hoji aka. Mol yurgizib bergan manaaqqa yurishtirishlarni. Yosh aka. Puliga yarasha. Ha, puliga yarasha aka. Gap yo'q. Olib kiring. Shoqi importidan. Hindistondan kelganidan. Hindiston sigirlar. Shoqiga 5-7 ta bor. Shoq qarang. Echki shoq. Nechta suti Shohjahon? Hoji aka 8 taga olishaversin. Bolasi ham onasini yoshligi. 4 kunlik bo'ldi. 6 kuraga qari mol bas. Xudo xolasa bitta ro'zg'ordi moli. Yevichi tanjon sog'ligiga garantiyasini beramiz aka. Tutamlari ham keyin mayli tutanmas ekan. Bitta ro'zg'ordi moli. Necha pul bu arzon sigiramiz? Narxi aka yopishtirib aytaman. 24 million xayrini qilib beramiz. Gap yo'q. Hamma molimiz 25 past deganda, xudo xolasa. Xudo xolasa bugun ro'zg'or bor aka. Gap yo'q, Shohjahon. Shunasi sigirani oqtaryapti o'zi asli obunachilari. 24 million so'mmi? 24 million xayrini qilib beramiz. Dastlabki ham qilib berasiz. Dastlabkasi ham bor. Jonizamon. Bitta hurmatli obunachilar xonajinda olib kutib bunchalik qilib olish o'zi oson emas-da. Mana bosing gelsin. Bemalol tevrasaveradi aka. Gap yo'q, Shohjahon. Tanjoni sog'ligiga garantiya. Bizning chorvadorlar birinchi sigirni sog'lishi. Sho'valari zo'r ekan. Hop, 3-ko'rinishdan sog'liq.
Ko'rinishini ham sog'inch Shohjahon. Gap yo'q. To'rasida effekt yo'q. Yiting keyingisini. Shohjahon, yiting keyingisini olarni. Borgandan keyin ham sog'ib olsin olgan obunasiga. Maza qilishadi. Yumshoqligi gap yo'q ekan. Yaxshi. Ikkinchi sigirni sog'inini ko'ramiz, yit. Yit inshaalloh. Yana ko'shanib turibdi. Chacha sog'ib ko'rsatib beraveraylik. Ha, borgandan keyin ham xudo xolasa olgan odam sog'ib ko'rsa, bir ko'ngli xotirjam bo'ladi-da. Yuvoshligini bari ko'rib oladi-yu borgandan keyin. Bemalol sog'ib yedirib ichirib ko'raverasizlar. Ikkinchi ola pakkamiz. Tabazi Estonning ikkinchisi. Ko'shanib turibdi jonim. Yuvosh ekan-a bola? Qanga tushadi? Orqalarini ham qo'yadi. Yaxshi ekan-a tutamlar-a, Shohjahon? Yumshoq qiladi. Yumshoq ekan. Gap yo'q. Tutamlari ham zo'r ekan. Keyingi sigir ko'ramiz. Uchinchi sigir boshlandi. Buni ham vidiri sog'inlarni ko'ramiz. Shohni qarang, hurmatli onachilar. Muzey bop ekan. Uchinchi sigirimiz boshlandi. Otaga qarab o'tirib olaverdi. Gap yo'q. Tutamlari uzun ekan jonivor. Hali ingichka tutaydan ham bor, dim yelindan ham bor. Shunaqa ekan. Vaz. Turishlar. Bo'ladi, hozir. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, YouTube chorva ishqibozlari, akalar, ukalar, qiziqqan ishqibozlaringiz aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, savdosini qilib olaverasizlar. Narxi ham insof bilan yo'lida qo'yildi. Telefon qilaverasizlar. Shohjahon telefon qilgan odamni qaytarmaydi. Xohlasa qaytarib beradi. Gap yo'q. Yo'lida beramiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz faqatgina. Mana shu shoqi uchun bitta like bosib qo'ying. Rahmat hammaga.